Uy sharoitida man qilayotgan ishni qilsangiz, yeng konditsioner sotib olishingiz shart emas. 2 yillik konditsionerimiz qanaqa kir bo'lib ketganini o'zingizlar ko'rasizlar. Buni qanaqa tozalaymiz? Birinchi o'chirda konditsionerimiz o'chuv holatda bo'lishi kerak. Kishi qo'rqmasdan radiatorni yuvishdan boshlaymiz. Radiatorni yaxshilab yuvamiz. Bunda qanaqa kir tushayotganini o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rishingiz mumkin. Keyin ventilyator tarafdan ham siz sepamiz. Bu hali hammasi emas. Keyingi ishimiz konditsionerni fenini ichidagi setkasini ham yaxshilab olib, bitta tozalab yuvib yuboramiz. Buni ham ko'rishingiz mumkin qanaqa kir bo'lib ketganini. Setkasini har qanaqa holatda ham bemalol yuvib tozalab olsanglar bo'ladi. Setkani yuvib tozalab bo'lganimizdan keyin xuddi shunaqa holatda yana joyiga qaytarib qo'yamiz. Yarim soatdan keyin konditsionerni bemalol yoqib ishlatsanglar bo'ladi. Agar natija sizlarni ham hayron qoldirsa, like bosib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi bunaqa ma'lumotlar bizda juda ham ko'p.